Bu qo'shni yigit Ali, xitoylik. Mana shu traktor, mana shunaqa kompaniyada xullas buxgalter bo'lib ishlaydi. Oyliklarini, boshqa narsasini men hisob-kitob qilaman bu kompaniyani deydi. Bugun shu yigit bilan jumaga chiqdik birga. Deyarli har hafta birga chiqamiz. Ishxonamiz masjiddan 700 metr, 800 metr nari berisi. Har hafta mashinada chiqamiz. Bugun o'zidan o'zi yetib qoldi. Og'ayni keyingi safar peshkom chiqaylik dedi. Ha desam, peshkom yuramiz, savob ko'proq bo'ladi dedi. Men aytdim, ko'rib turibsan, yo'lni yuzi, yuk mashinalar ko'p yuradi, hamma yoq chang yotibdi. Hamma yoq chang, turpoq. Changda yuramizmi, do'stim desam, yo'q deydi. Mayli, chang bo'lsa ham deydi. O'zimiz tuproqdan yaralganmiz-ku deyapti. Fikr qiling mana. Bir og'iz so'zni eshitib fikr qiling. Hali ham menga uni shunchaki yetmayapti. Telefonidan u translate bor, o'sha orqali tarjima qilib aytayapti. Do'stlar, millatni yomoni bo'lmaydi hech qachon. Insoniyatni yomoni bo'ladi. Yaxshi yoki yomon odam Xitoylikda ham bor, yaxshi yoki yomon odam o'zimiz O'zbekda ham tiqilib yotibdi. Xullas nima demoqchiman? Xitoyliklar u, Xitoyliklar bu, har xil gap so'zlar bor. Ko'rib o'tiribmiz. Kommentariya, boshqa narsalar. Lekin o'sha Xitoylikning ichida ham mana yaxshisi bor. Men sizga shunchaki bittasini misol qildim, do'stlar. Salomat bo'linglar.